O'zbekistonning eng katta kuchi bu albatta mehnatkash xalqidir. Bugun shu tayanchlarni mustahkamlash, kerakli kuch va imkoniyatlardan to'laqonli foydalanish uchun albatta e'tibor kerak. Ayniqsa oila va jamiyatni birlashtirib turuvchi, millat kelajagining bunyodkori bo'lgan xotin-qizlarga e'tibor yuksak bo'lishi lozim. Bu jabhada mamlakatimiz bugun yetakchilar safida. Ayollar bandligi, salomatligi, yaxshi sharoitlarda yashashi deymizmi? Barchasi e'tibor markazida bo'lib, ularning baxtli va hayotdan rozi bo'lishlari uchun bor imkoniyatlar safarbar etilmoqda. Buning natijasida esa jamiyatda lider opa-singillarimiz safi kengayapti. Ayni jarayonda tadbirkor ayol O'zbekiston Ishbilarmon ayollar assotsiatsiyasi ham muhim ko'makchi bo'lib, ko'plab xotin-qizlarga jamiyatda o'z yo'lini topishlarida kerakli yordamni bera olayapti. Ya'ni mazkur tashkilotning tashkil topganiga 30 yildan oshiq vaqt o'tgan bo'lsa, 20 mingdan oshiq ayolni tadbirli, tashabbusli va shijoatli insonlar safida bo'lib, jamiyat hayotiga naf keltiruvchi kerakli kuchga aylantira oldi. Ya'ni ayni paytda mamlakatimizda 100 ming nafardan ortiq tadbirkor ayol faoliyat yuritayotgan bo'lsa, bunda tadbirkor ayol assotsiatsiyasining ham xizmati katta. Viloyatimizdagi tobora rivojlanib borayotgan Navbahor tumanida ham o'tgan bir necha yil davomida tashkilot ko'magida tadbirkor ayollar safi yanada kengaydi. 1200 nafardan oshiq xotin-qizlar tadbirkorlikning turli yo'nalishlarida foydali mehnat bilan mashg'ul bo'lsa, ko'pchiligiga aynan assotsiatsiya to'g'ri yo'l ko'rsatmoqda. Hududdagi Yangiyo'l mahallasida istiqomat qiluvchi Zoira Qarshiyeva shunday imkoniyat asosida bugun chin ma'noda jamiyatning faol tadbirkoriga aylandi. O'zim asli 17 yil o'qituvchilik qilganman, kasb-hunar kollejida, ya'ni ishlab chiqarish bo'yicha shu kasbimga yaqin bo'lganligi uchun tadbirkorlikka mehrim ortib, mana bugungi kunda 7-8 tagacha xotin-qizlarni o'zim o'qitib, ishlatib kelyapman. Hozirgi kunda mana shu ishlab chiqarish, non va non mahsulotlari bo'yicha ishlab chiqarish yo'nalishida 8 ta qo'limda ishchim bor. Bular hammasi xotin-qizlar. Shu xotin-qizlarni kasbga o'rgatib, oilaga, ya'ni qo'shimcha daromad olib kirishga bizga eng katta loyiha Hamroh loyihasi juda ham yordam qildi. Chunki men 2 oylik kursda shu narsani o'rgandimki, demak har bitta ayol o'zini kasbini, o'zini hunarini kichik biznesga, kichik tadbirkorga aylantirib, kelajakda mana shu yangi O'zbekistonimizga hissasini qo'shsa bo'ladi deb ayta olaman. Men shu narsani yana tushundimki, har bitta ayol o'z uyida o'tirib kichik bizneslar, kichik tadbirkorliklar tashkil qilib, bir oilaga, budjetiga qo'shimcha daromad olib kirishga o'zlarining imkoniyati bor deb o'ylayman va shu narsani o'zim maqsad qilib oldim. Hozirgi kunda bir 50 o'rinlik binoni qurganman. Shu binoga qiziqishi bor ayollarni o'qitib, ishlatib, shu 50 ayolni ish bilan ta'minlashni oldimga maqsad qilib qo'yganman. Yana shu narsani qo'shimcha qilib aytishim mumkin, bu Hamroh loyihasi bizga, ya'ni tadbirkor ayollarga shu narsani o'rgatdi. Hayotda shijoatni, o'ziga bo'lgan ishonchni, eng qulay bizni mana shu ustozlarimiz hayotda qanchalik yo'limizni topa olishga, hayotga qoqilmaslikda, keyin har qanday hamkor bilan emas, o'ziga ishonchi bor hamkorlar bilan ish qilishni o'rgatdi. Bu yerda men Gulchehra opaga, Mavjud opaga katta rahmatimni aytaman va uyda kichik biznesni boshlayman degan ayollarga Hamroh loyihasi bo'yicha o'qib, kelajakda mentorlikka ega bo'lib, kelajakda o'zini tadbirkorlikka ega bo'lib, shu yangi O'zbekistonimizga o'z hissasini qo'shishlarini, kelajakda menga o'xshagan tadbirkor ayol bo'lib, yonimizda, safimizda tadbirkor ayollar ko'payishini istab qolaman. Bugungi kun yuksak bilim va salohiyatga ega yangi g'oyalar tashabbuskori bo'lgan ishbilarmon ayollarni tayyorlashda zamonaviy kreativ yondashuvlarni talab qiladi. Shuning uchun bu masala tadbirkor ayol xalqaro ishbilarmon ayollar assotsiatsiyasi faoliyatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Va shundan kelib chiqib tashkilot ayni kunlarda ularga yanada ko'proq bilim berish, tajribalarni oshirishga ko'maklashmoqda. Buning natijasida puxta biznes rejaga ega, qo'rqmasdan yangi tarmoqlarni rivojlantirishga bel bog'lab ish boshlayotgan xotin-qizlar soni oshib boryapti. Bibi Niso Davlatova ham shulardan biri bo'lib, o'tgan bir necha yilda parrandachilikni rivojlantirdi. Men G'ojboqtepa mahallasida yashayman. 2011-yildan beri broiler tovuqini yetishtiramiz. Faqat yoz faslida issiqlik talab qilinmagan paytda yetishtirardik ora-orada.
5 yildan beri uzviy issiqlik sharoitlarini qilib, parranda boqib, parranda go'sht mahsuloti yetishtirib chiqaryapmiz. Dastlab boshlagan paytim 2020-yilda 12 million kredit bilan 400 ta tovuq olganman. Sharoitlarini xo'jayinim o'zlari qilib bergan. Sharoitini o'ziga ham 8 million xarajat qilib, xo'jayinim tayyorlab bergandilar. 12 million kredit bilan faqat jo'ja va yem mahsulotini olganman. Shundan boshlab to'xtatmasdan oborotini o'zi bilan ko'paytirib, 1 yil bo'lib qoldi. Orada 100 million kredit bilan 5000 ta tovuqqa yetkazib oldik. Keyin yana Hamroh platformasidan 100 million kredit oldik va bugun 8000 ta jo'jani parvarishlayapmiz. Hamroh platformasida loyiha yozish, biznesimizni rivoji, kelgusi ishimizni to'g'ri tashkillashtirishga yo'naltirildi va shu sohada bilim oldik. Ham yuridik, ham iqtisodiy taraflama bilim oldik. 2 oy muddat orasida o'qidik. 2 oyda bizga 8 ta model o'rgatildi. Hammasi iqtisodiy bilimlar va shu korxona yurg'izish. Bugun mana shu imkoniyatlardan foydalangan holatda o'ziga ishongan tadbirkorga aylandim. Hamroh platformasini darslari mobaynida va shu olgan bilimlarim natijasida. Dastlabki yillarda daromadimiz juda kichik formada edi. Hozirgi vaqtga kelib 50 millionlar atrofida har 2 oyda daromadimiz bo'ladi. Mana 2 oy mobaynida jarayonda 15 nafar aholini ish bilan ta'minlaymiz. Azizlar, biz ayni paytda Navbahor tumanining Karvon mahallasida istiqomat qiluvchi Hurriyat Rajabovaning xonadoniga yetib keldik. Hurriyatning qiziqishlari o'ziga xos, ya'ni milliy taqinchoqlar yo'nalishida ish olib boradi. Shuningdek, yana o'ziga xos bejirim kiyim-kechaklar ham tikib, mijozlarini xursand qilib kelmoqda. Hurriyat bilan bugun ishining o'ziga xosligi va daromadlari xususida suhbat quramiz. Men 2007-yildan beri birinchi liboslar tikishni Toshkent shahrida borib o'rganib kelib, liboslardan boshlaganman avvalo. Keyinchalik taqinchoqlarga qiziqqanim sababli borib taqinchoqlarni o'rganib kelib, taqinchoqlar ustida ishlab, taqinchoqlar yaratib kelmoqdaman. Mana ko'ryapmiz, turli xil taqinchoqlar turibdi. Qo'limda mana o'ziga xos bir mana ayollarni bir chiroyli ko'rsatadigan, bo'yinga taqiladigan taqinchoqlar. Bu yerda esa tilla qo'shlar, mana bu ko'rgazmada turganlar esa bir-birini takrorlamaydi. Aynan bu fasonlarni, umuman uni ko'rinishlarini yoki o'ziga xosligini fantaziya qilasizmi? Qanday yaratasiz endi? Bularni hamma taqinchoqlarimni deyarli o'zim fantaziya qilaman. Taqinchoqlarimiz milliyligimizni anglatib turishi uchun ko'pincha shunga urg'u beraman. Yangi yaratayotgan taqinchog'im bular natural toshlar aralashtirib, qo'l mehnati asosida taxlayapman. Turistlarimizga ma'qul kelmoqda taqinchoqlarim, chunki o'zim yarataman fasonlarini. Boshqa joyda takrorlanmaydigan taqinchoqlarim ko'p. Yaqinda Qo'qon shahrida bo'lib o'tgan festivalga borib keldik. Unga ham chet eldan kelgan hunarmandlarimiz bilan tajriba almashib, shunaqa taqinchoqlarni, ularni ham bizning taqinchoqlarimizni ham ko'rib, ular ham o'rganishdi. Dastlab hunarmand bo'lgansizda, bu hunarmandlik ishini tadbirkorlikka uyg'un qilgansiz. Bugun daromad endi qanday bo'lyapti? Daromadlarimiz yaxshi. Shuni orqasidan oilamga o'z hissamni qo'shib kelmoqdaman. Demak, oila farovonligini oshiryapsiz. Ha. Daromadimiz yaxshi, oilamni shu daromadim ortidan farovonligini oshirib kelmoqdaman. Endi shogirdlar nechta bugun? Shogirdlarim ko'p. Shogirdlarim hozir mustaqil o'zlari ishlab ham o'z oilasiga daromad olib kelmoqda. Bundan xursandman. Tadbirkor ayol assotsiatsiyasiga 2 yildan beri a'zo bo'lganman va ular ko'magida o'z ishimni rivojlantirib kelmoqdaman. Ularga katta rahmat aytaman. Yaqinda ularning ko'magida 100 millionlik kredit olmoqchiman. Shu kreditni o'z ishimni kengaytirish uchun sarflamoqchiman. Shogirdlar o'rnini ko'paytirib, ishchi o'rinlar yaratmoqchiman.
Darhaqiqat, intilgan, o'z hayotini o'zi yaxshilashga bel bog'lagan kishi aslo kam bo'lmaydi. Mehnatining ortidan baraka topib, hayotini nurafshon eta oladi. Bugun tumanda shundan ruhlanib, yangi marralar sari intilayotgan ayollar safi keng. Bu esa mamlakatimiz mustaqilligining ilk yilida 3-4 ayolning tashabbusi bilan tashkil etilgan assotsiatsiya o'zini oqlagani, ko'zlagan maqsadga erishayotgandan dalolat beradi. O'tgan davrda tadbirkor ayol assotsiatsiyasi katta tajriba yig'di. Bu tajriba hatto olis hududlarda istiqomat qiluvchi ayollar bandligini ta'minlashda ilg'or g'oyalarga asos bo'ldi. Tadbirkor ayol assotsiatsiyasida 1 yildan beri ishlayapman. Tadbirkor ayol assotsiatsiyasi Navbahor tumani bo'limida 1000 dan ortiq xotin-qizlar o'z tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanishadi. Shulardan hunarmandchilikdan, pishiriqlar pishirishda, fermerlar barcha sohalarda tadbirkor ayollarimiz faol ishlab kelmoqdalar. Tadbirkor ayollarimizga ko'nikmalar, bilimlar berish uchun prezidentimizda qarorlari, farmonlardan kelib chiqib, Hamroh kompaniyasi va xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash markazlari tomonidan o'quvlar tashkil qilinyapti. Unda yuzlab xotin-qizlarimiz o'zlarining yangi biznes rejalarini ishlab chiqish uchun bilimlarni olib, yangitdan o'zlari biznes loyihalar qilmoqda. Hozirgi kunda biz yangi yildan buyog'iga 70 dan ortiq xotin-qizlarni sartaroshlik, pazandachilik, tikuvchilik kurslariga o'qitib oldik. 25 ta xotin-qiz o'zlarini bilimlarini oshirib, yangi loyihalar ustida ishlayapti. Oila va xotin-qizlar bo'limimizni ham 50 dan oshiq xotin-qizlarimiz o'zlarini yangi bilimlarni olish uchun o'quv kurslarida o'qiyaptilar. Ular ham kelajakda o'z bizneslarini boshlash niyatidalar. Bu bizni jamiyatimizda fuqarolarimizni o'zlari band qilish bilan yoki yakka tartibdagi yoki xususiy korxonalar ochish bilan o'zlarini oilasiga katta yordam beradilar. Kelajakda o'z bizneslarni rivojlantirib, jamiyatimizga ham, davlatimizga ham o'z foydasi tegadi. Bugungi kunda xotin-qizlarimiz uyda o'tirgan, ish bilan band bo'lmagan aholi, ayollar daftarda turgan xotin-qizlarimiz jalb qilish uchun ko'ngilamli islohotlar olib boryapmiz. Ulardan har bitta mahalladagi xotin-qizlar faollar bilan alohida ishlayapmiz. Ular o'zlarida ishga yaroqli, lekin ish topolmaydigan xotin-qizlarimizni ham o'qish bilan band qilib, u o'qish orqasidan o'zlarining biznes loyihalarini ishlab chiqish uchun ko'mak beryapmiz. Bundan hozirgi kunda bir 18 ta ayolimiz o'zlarini yangi o'quvlardan chiqib, yangi ish rejalarini qilib, yangi bizneslarni boshlab olishdi. Tadbirkorlikka o'qigan 5 ta o'quvchi tadbirkor ayolimiz shu kunlarda yana o'zlarini 5 tadan xotin-qizlarni o'qitib, o'zlari yana lider bo'lib, tarmog'ini kengaytirib, Navbahor tumanida ham o'z ishlarini jadal rivojlantirishga harakat qilyapti. Bu borada xotin-qizlarimiz juda faol. Albatta, tadbirkorlik davr talabi. Bu talabni anglab yetgan insonlar jamiyatdagi tashabbusli kishilar safidadir. Konimexliklar ham bu jarayonda birinchilar qatorida bo'lishga intilmoqda. Ayni paytda hududda 37 ming nafar aholi istiqomat qilsa, xotin-qizlar 17 ming nafarni tashkil etadi. Ular orasida bo'lgan tadbirkor ayolning 150 nafardan oshig'i assotsiatsiya ko'magida bugun o'z yo'lini topishga erishdi. Ular bugun chorvachilik, non va non mahsulotlari tayyorlash hamda xizmat ko'rsatish sohasining turli yo'nalishlarida yaxshi daromadga ega bo'lib, ko'plab xotin-qizlarni band qilishga ham munosib hissa qo'shyapti. Tadbirkorlik yo'nalishi bo'yicha 13 yildan beri ishlayman. Avval o'zi kichkinaligimdan qiziqishim yaxshi edi. Avval o'zim ish yuritgan bo'lsam, keyinchalik faoliyatimda undan ham kuchliroq qilib, ishchi qizlar olib, ish bilan ta'minlab ularni bugun kengaytiryapman o'shalarni. Boshida faoliyatim go'zallik salonida, keyinchalik kelinlar libosining salonini ishga tushirdim. O'zim u yerda ham o'zim ishlayman. Konimyoq tumanida turli millat vakillari yashaydi. Shuning uchun mana Qoraqalpoq, Qozoq, O'zbek milliy kiyimlarini olib kelganman. Avval daromadim kam bo'lsa, hozir 2-3 marta oshdi daromadim. Men tadbirkor ayollar uyushmasiga a'zoman. Tadbirkorlik bo'yicha nimadir maslahat kerak bo'lsa, kerakli tavsiyalarni, maslahatlarni olaman.
Chevarchilik ham xotin-qizlar uchun yaxshi soha. Bugun hududlarda uni rivojlantirib, yaxshi daromad topayotgan opa-singillarimiz yetarlicha. Tuman markazida joylashgan mana bu chevarxonani Gulsiya Yerdanova tashkil etgan. Chevarlar jam bo'lgan maskandan bugun mijozlarning keti uzilmaydi. Bu esa tadbirkorning ishini yanada rivojlantirib, shogirdlar tayyorlashiga yanada ko'proq imkon yaratyapti. Chevarchilikka bolaligimdan qiziqaman, lekin 5 yil bo'ldi boshlaganimga. Chunki mana farzandlarni voyaga yetkazib, ularni o'qishga, ishga joylashtirib, keyin o'zim qo'lim ancha bo'shagandan keyin o'zim qiziqishim bo'lgan. Boshida bitta mashinka bilan o'zim qiziqib boshlaganman. Keyin shu kredit olib, mashinkalarimni ko'paytirib, ish o'rinlarini yaratib, hozir 5 yildan beri ishlab kelyapman, faoliyat yurgizib kelyapman. Faoliyatim milliy liboslar tayyorlash. Milliy liboslar mana qozoq xalqiga mos bo'lgan, o'zbek xalqiga mos bo'lgan milliy liboslarni biz zamonaviy dizaynda tikib beramiz. Shu nimalarimizga, mijozlarga. Mijozlarimiz xursand. Undan tashqari mana chimildiq, yostiqlar, kurpalar, shunaqa narsalar ham tikamiz. Daromadimiz yaxshi. Hozir mijozlarimiz ancha ko'p, tikilgan narsalarimiz bozorda yaxshi sotiladi, daromadimiz yaxshi, Xudoga shukr. Bugungi kunda mana tadbirkorlarga juda ham katta e'tibor qaratilyapti, subsidiyalar, grantlar berilyapti, kreditlardan tashqari masalan qo'llab-quvvatlashlar juda ham yaxshi tadbirkorlarni. Men ham shu imkoniyatlardan foydalanib, o'tgan yili 100 million kredit olganman. Faoliyatimni kengaytirish uchun shu ish o'rinlarini yaratib ishlab kelyapmiz. Bu jarayonda tadbirkor ayol uyushmasi menga katta ko'mak berdi, yo'l yo'riq ko'rsatib, biznes ledi bo'lishimga mana shu tadbirkor ayol uyushmasi katta yordam beryapti. Bu yo'nalishda men boshqa dizayndagi kurpa to'shaklar mana hozir o'yinlarni qilyapmiz-ku, o'shalarni boshqacha dizaynda ishlab chiqarishni loyiha qilib qo'yganmiz. Nasib bo'lsa, shu loyihalarimiz bo'yicha ish boshlamoqchimiz. Albatta, o'z ishidan mamnun insonlar kishiga kuch beradi. Bu maskanda bo'lgan kishi hayotidan rozi ayollarning motivatsiyasidan ruhlanadi. Tikib bergan liboslardan ko'zi quvnab, yashashga bo'lgan ishtiyoqi oshadi. Ayni paytda u kishi tayyorlayotgan shogirdlar ham shunday maskanlar bunyodkori bo'lishga intilmoqda. Gulsiyapani shogirdi bo'lganimga 4 yil bo'ldi. 4 yildan beri birga faoliyat yurgizamiz. Ustozimdan ko'p narsalar o'rgandim. Tikish bichishlarni, hunarmandchiliklarni, bor sohalarni o'rgatdilar, sir sinoatlarni o'rgatdilar. Hozirda har bitta qizga hunar kerak deb o'ylayman. Hunarli bo'lgan hech yerda xo'r bo'lmaydi. Hozir shu tikishda orqasidan kam bo'layotganimiz yo'q. Oilamiz farovon. O'z ehtiyojlarimni o'zim olib bilyapman. Qo'limda hunarim bo'lgandan beri hech kimga muhtoj emasmiz. Har bitta qizga mana shu tikuvchilik sohasi kerak deb o'ylayman, chunki tikuvchilik sohasi eng go'zal sohalardan, eng go'zal hunarlardan biri. Hamma ham shunday hunar o'rganib, uyda bo'sh o'tirgan ayol qizlar bo'lsa, shunday hunar o'rganib, o'zini faoliyatini kengaytirib, dunyo qarashini kengaytirsa, maqsadga muvofiq bo'ladi deb o'ylayman. Bu yerda biz milliy liboslar yaratamiz, qozoqcha milliy o'yinlar tikamiz, zamonaviy dizaynlar yaratamiz. Mijozlarimiz ham juda ham ko'p. Tikkan narsalarimizdan har bitta mijozimiz juda ham xursand, minnatdor bo'lib ketishadi va juda yaxshi tilaklar bildirishadi bizga. Bizga bu ruh beradi, ya'ni ham shijoat beradi, ishlashimizga zavq beradi. Men ham bu nima sohada to'xtab qolmasdan yangiliklarni kiritib, yanada faoliyatimni kengaytirib, shogirdlikdan chiqib o'zim ham bir mustaqil ustoz bo'lib, men ham shogirdlar chiqarib, xudo xolasa, ustozimning darajasiga yetish niyatim bor. Tadbirkorlik o'zbek ayollarining shuurida bor. Faqat ularga ozgina e'tibor ko'rsatilib, qo'llab-quvvatlash kerak. Buning natijasi esa o'tgan fursatlar davomida tanishganingiz ayollar faolligida namoyondir. Viloyatda tadbirli xotin-qizlar safini kengaytirish maqsadida yana tizimli ishlar davom ettirilyapti. Gulchehra opa, mana hozir ikkita tumanda bo'ldik va xotin-qizlarimizni mana shu tadbirkorlik yo'nalishidagi ishlari, yutuqlarini kuzatdik-da. Umuman mana shuni bir kuzatuvchisi sifatida siz mana shu jarayonlarga bir bosh sifatida umuman statistikasi qanday buni? Bugungi kunda mana shu tadbirkorlikka e'tibor kuchaygandan keyin rivojlanish qay darajada bo'lyapti? Muhtaram prezidentimiz shu prezident bo'lganlaridan xotin-qizlar tadbirkorligiga juda katta e'tibor berdilar. Bundan 1 yilgina oldin statistikani olgan paytimizda Navoiy viloyati bo'yicha 6300 ga yaqin tadbirkor xotin-qizlar edi. Endi qarangki, shunchalik e'tibor kuchli bo'lganidan
Yaqinda biz statistikaga qarasak 9000 taga yaqin bo'libdi. Xotin-qizlar tadbirkorligi. Endi bu nimadan dalolat? Bu ham bo'lsa, shu xotin-qizlarimizga beriladigan imtiyozlar, ularni qo'llab-quvvatlashlar, viloyatimizda bo'ladigan jarayonlar hammasi xotin-qizlar tadbirkorligini rivojlanishiga olib kelyapti. Ayniqsa o'z-o'zini band qilish, yakka tadbirkorlik, kichik tadbirkorlik juda ham rivojlanmoqda. Mana buning debochasi sifatida bugun Navbahor tumanida bo'ldik, keyin Konimex tumanida bo'ldik. Mana birgina mana shu ikkita tumanda o'zida 300 tadan ziyod bizni tadbirkor xotin-qizlarimiz bizni demak yordamimiz bilan tayingan. Biz tadbirkor ayol xalqaro ishbilarmon ayollar assotsiatsiyasi xotin-qizlarni demak har bir qadamda ularni qo'llab-quvvatlashga, ularga yo'riqnomalar berishga, qanaqa muammolar bo'lganda ularga yordam berishga bizlar o'zimizga dastur amal qilganmiz. Mana bugun ko'rib juda xursand bo'lib ketdim o'zim ham. Chunki hattoki uyda o'tirgan holda xotin-qizlarimiz demak eng kichik tadbirkorliklarni, hattoki o'sha go'zallik salonlari, undan keyin kasanachilik, hunarmandchilik, mana shu sohada katta muvaffaqiyatlarga erishib, ular birinchi zinadan ko'tarilib katta tadbirkor bo'lish darajasiga kelyapti. Yana xotin-qizlarimizni bilimini, ularni oshirish maqsadida biz Tadbirkor ayol xalqaro ishbilarmon ayollar assotsiatsiyasi o'quvlar olib boryapmiz. Kasbga o'qitish bo'yicha bepul, tadbirkorlik asoslari, moliyaviy asoslar bo'yicha ularga biz bilim berganimizda xotin-qizlarimizni qiziqishlari juda ham ortdi. Muhtaram prezidentimiz ayni vaqtida shunchalik chiroyli qaror chiqardilarki, buning foydasi sifatida mana bugungina ko'rdik, xotin-qizlarimiz oladigan o'sha kredit mablag'larini o'zini maqsadli ravishda ishni rivojlantirishga sarflayaptilar. Bu albatta bizning yutug'imiz. Mana yil yakunlanishiga juda ham kamgina vaqt qoldi. Biz yaqinda Anor ko'rik tanlovini o'tkazmoqchimiz. Oktyabr oyining oxirida Anor ko'rik tanloviga kimlar qatnashadi? Mana shu yil davomida tadbirkorligini endigina boshlab, uni rivojlantirgan va yutuqlarga erishgan tadbirkor xotin-qizlarimizni har bir jabhadan bizlar o'zimiz tanlab olamiz, har bir tumandan konkursimizda qatnashib, respublika darajasida demak g'olib sifatida boradilar. Chunki xotin-qizlarimizga qancha bizlar yordam bersak, ularni qo'llab-quvvatlasak, ularga katta motivatsiya beramiz. Chunki o'tkazilayotgan respublika darajasidagi, viloyat darajasidagi forumlar, ko'rgazmalar bularni yanada yutuqlarga olib borishga, ularni yana rivojlanishiga yordam beradi. Hammamizning maqsadimiz bitta. Bu ham bo'lsa, ayollarimizni tadbirkorligini rivojlantirish, ularni jamiyatda o'zini o'rnini topish, oilada o'zini o'rnini topish va ular o'zini kerakligini his qilish. Chunki qaysi oilada agar shu bandlik, xotin-qizlar bandligi ko'proq bo'lsa, oilaga ham, jamiyatga ham juda katta foydasi tegadi. Tadbirli inson elda aziz deydilar. Bugun o'z maqomida e'zozli bo'lgan opa-singillarimiz tadbirkor, tashabbusli deya 2 karra e'tirof etilmoqda. Ular erishayotgan yutuqlar esa jamiyat hayotini totuv, oilalardagi farovonlikni bardavom etishda muhim asos ekani shubhasiz.